Gelişip veremiz. 3 sen bakası bilmem 9 milyon so'mdan bo'pti. 12 yarım dedim. Ha, o ikisi 12,5 milyon qara ikisi. Bular 9 milyondan bo'pti. So'radilar mana Alisama. So'rab turibdilar. Nechadan? Realni 7 dedilar. 7 dan. 200 dedilar. 7 milyon 200 dan so'rab turibdi. 15'e verecek edik. 215 bo'lsa beraman deb turibdilar. Dastlabkasi bilan, ha? Pitnek bo'lsa. Pitnek bo'lsa, pitnek bo'yicha. Pitnek. Demir yo'ladim var ama şeker sotyapti. Men navara o'timiz. Ya, islom mollari. Pitnek sayapur. Argam siz kimeng Sarvoy? Yok. Sar sizga emasmen. Bo'ldi, nomerlarimni aytib o'tingizchi. 97'den. 97dan 360 360 24 83. 2483 uylari Pitnek sayapur. Shu bozorga olamiz. Mol olish, mol sotish, mol yetkazib berish dastlabki xizmatlar ham bor bu ham tarafda. Ol ne? İslamolda. Qaysini olayin? Bu ikisi necha so'm bo'ldi? 16,5 milyon so'm bu. 16,5 milyon so'm bu ikkichamiz. 1,5 yashar ikkicham so'raldimi hali? So'radilarmi? Yo'q, hali yurak bilan so'ra kelishib qolamiz. Hozircha so'ralmoqda. Aşıda bir talam var gözden çıkar. 12 so'm. 20'si. Nurbek itcha bo'lsa beriladi bu. Hey, İtcha bo'lsa beriladi necha so'm? manama Ha. gelişip qolamiz. Kelishgan itcha indimi? Bolar bir motor qolar. 14 ta bitami axı? Dastlabkasi bilan, ha? Bo'ldi. Talam bor. Nomerlarim yana bir ayt. 94 ta. 94 ta. 316 97 87. 97 87 uylar Pitnek Axin Boboyev. Savdonoz bosim. 17 milyon so'm aytilib turgan o'kizimiz. Shu o'kizimiz. So'radilarmi hali? 14 milyon so'm so'rabdi. Berilmayapti. Necha endi bu 15 bo'lsa berjaksizlarmi? Savdolarınız versin. Bu ikisi çözüm ekan bu. Çözümden bular ikizler. 20'den tutma. 20 milyon so'm aytilib turgan ikizlarimiz. Gel. So'radilarmi hali? O ne diyor? 17'den so'rab turibdi ekanlar, berilmayapti. Belki 15'e verildi mesela. Qaysini? Büyük. Yamanimi? Ha, bu 15 milyon so'm berilibdi. Haydi nasip etsin, xayrını görsünler. Simental var mı? Simental mı bu? Bak, boluş bakası 17 milyon so'm ekan, sarı o'gizimizning. Ular ikisi 15 milyona berilibdi. Bunga nomer qoldirasizmi sarı o'giga? Savdolarınız bersin, nomer qoldirmaydi ekanlar. Karançalığında tuttu beni. Sen sabah koyalım. 26 çalar. İkisini 30'a so'rab turibdilar. İkisini 30 milyon so'mga so'rab turibdilar, ish ikkisi. Berilmeyin turibdi 30 milyon so'mga. O'zincha so'mdan bulan aytilishi. Necha so'mdan aytilishi? Har birisi. So'radik, indamadilar, doğru etib ketaveram, savdolanib bersin. Endi ko'p odam gaplasham, doğrusu xolamaydi-da. Shuning uchun mejburlanmiz. Qancha so'mga so'rab turibdi ham Nodir? 18 deb turibdilar. 18 milyon so'mga aytilishi o'kizimizning. So'rab turibdilar. 18'e so'rab turibdilar. So'rab turibdilar.
18'e soralım turibdi. Aytarışı necha so'm? 22. 22 million so'm ekan aytarışı ökezimizning. Necha so'm bo'lsa beriladi ekan endi? Tingde turib 18 yarim bering desem yok deb turibdilar. 8,5 bo'lsa bo'ladi ekan. Anam bering yine bu. Bulam senkimi? Necha so'm bu? 23 deb turibdilar gelişadi. Bu 25 million so'm ekan. Ökezimiz so'raldimi hali bu? Yok. Hozircha so'ralmabdi. Mal arzan bir gün. Mol arzon. Savda yok. Alıp durgan adam yok. Mol aluvchi uchun qimmat, sotuvchi uchun arzon. Hamicha shunday bo'lgan. Bular uchun nomer qoldirasan unadir. Aytasan. 97'den 97dan 362 362 92 03. 9203 uylari Pitnak litsey maktabidan savdolarınızı bersin. Pitnak mol bozori görünüşü. Gelişemiz. Aytılışı 22. 22 milyon so'm ekan molimizning aytılışı. Bo'g'oz mı? Yok. Kısır mı? Kısır mı? Kısır to'ya so'ymaka bo'ladi ekan. Necha doğan bu day? Doğmagan mı? Doğmagan mı? Boğazda koyduk olmadı etmedik ki. Doğmagan hele. Yok, doğmagan. Doğmagan mallarımızdan ekan. Doğan boza yine bu kadar geldik mi? Etmese kıyına. Şimdi suyunu yadağa koyduk görmedik özemiz hem de olsa. Soradılar mı hele? Ama soruydu. Nechaya so'rab turibdilar? 18'e soradım zaten haber verdim. 18 milyon so'm so'rab turibdi ekan molimiz. Hali doğmagan mol ekan. Mallar uchun nomer qoldirasizmi mol? Nomer qoldirasizmi? 97'lik 97dan 203 203 43 47 43 47 uy neden? Pitnek'te şu ekştemiz indi. Bo'ldi. Bitta ikkidan ekan. Savdolarınızı bersin. Juvoy vesini 56 ming so'mdan so'rabdilar. Egasi 57 ming so'mdan bo'lsaling debdi. O'zincha so'm aytib turibdi bu ekiz. 25 aytib turibmi bu ekiz? 30 mi? 30 milyon so'm aytib turibdi bu ekizimizning bahosi. Çözüm hazır oldu şunda boş. Maşallah tabii kendime yakın. Ne oluyor? Bak uşak diyor. Sen büyük gel bak sen bir arkadaşlar ondan. Gidelim bakayım 56 ming so'mdan so'rab turibdilar. Diri o'zini teraziga. Bunlar bana bir ölçü geldi. Ölçümen yarışı 56'da. Lekin 1 gram kayıtlayamam. Bu an hayır pul kayıtlamam. 56'dan. 56'dan bozak pul tuttu ikizimiz. Gitçe benimle belgenin bilelim. Benim şu ortak değişiyor. Newton pulumuş. 5 lira. Yok 56'dan veremem. Lekin hayır pul kayıt veremem. Lekin ne kayıtlamam kiloda. Tamam, yakaladık yani. Yanda Ya mut şey değil mi? Bisküvit yemedim. 14 milyon so'm ekan xonajimiz qizil. Ish xonajimiz. Zari qo'yilmaganmi? Birini doğanmi? Birini doğan ekan molimiz. Qisir. Qo'yilmagan. So'radilarmi hali? Necha so'm? 11 milyon so'm so'ralibdi, berilmabdi. Necha so'm bo'lsa beriladi endi Balabek? 13 bo'lsa bo'ladi ekan, bo'lish bahosi. Nomerlarini aytib o'tasan. Numara 95 dan 232 92 96 92 96 uylar Pitnak Nurata savdolarınızı bersin.